Hammaga assalomu alaykum. Bugungi mavzuimiz mototsiklda haqida ketadi. Qaysi masala desalaring, hamma mototsiklda idealizatsiya qilib kelyapti hozir videolarda, hamda o'zim videolarimni ham. Что mototsiklda minish zo'r, mazza, kayf и так далее. No bitta narsani tushuninglar. Mototsiklda minish faqatgina kayf bilan iborat bo'lmaydi. Mototsikl mashinadan ko'ra 28 barobar ko'p o'lim holat bilan avariya tugashi mumkin. 28 barobar, bu hazilakam raqamlar emas. Birinchidan, ikkinchidan, mototsiklistlarga kerakmi degan savolni beringlar o'zlaringga. Bismillah yurgizamiz. Oila degan narsa bor. Xo'p, kayf o'zini yo'liga, lekin o'lib ketgandan keyin ota-onachi shuncha boqadi sizlarni, shuncha tarbiya qiladi. Shu основной sizlarga yaxshilab o'ylab shu narsani ustiga o'tirish kerak va shuni sotib olish kerak.